San'atkorlar oilasida tug'ilgan, 3 marta turmush qurgan va 18 yoshda ona bo'lgan Zarina Nizomiddinova nega Rossiyada yashaydi? O'zbek kinosining eng mashhur aktrisalaridan biri Zarina Nizomiddinova 29-mart kuni 36 yoshni qarshi oldi. Zarina ayni paytda ijodiy tanaffus qilmoqda. U oilasi bilan Rossiya poytaxti Moskva shahrida yashaydi. Zarina film va seriallarda suratga tushmasa-da, ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinadigan mashhurlardan. Zarina san'atkorlar oilasida tug'ilganligi uchun bolaligidan san'at to'garaklariga qatnashgan. U 5 yoshidan xor mashg'ulotlarga qatnab, 8 yoshida Uspensky nomidagi musiqa maktabining fortepiano bo'limiga qabul qilingan. Yaqinlari uning musiqiy o'quvidan qoniqmay, raqs bilan shug'ullanishni istashdi. Zarina Nizomiddinova 7-sinfdan o'qishni xoreografiya oliy maktabining milliy raqs bo'limida davom ettirdi. Zarina Nizomiddinova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shahboz Nizomiddinovning kenja farzandi hisoblanadi. Aslida uning oilasi uchun san'atkor bo'lish yangilik emas. Shu bois Zarina ham hali tili chiqmay turib klipda suratga tushgan. Eng qizig'i, qo'shiqni uning opasi va akasi ijro etishgan. Opasi Mohinur va akasi Shohrux tomonidan kuylangan Karate qo'shig'i 90-yillarda hit bo'lgan. Odatda kinorejissyorlar rollarga chiroyli qizlarni xoreografiya raqs maktabidan izlaydi. Zarinaning kino olamiga kirib kelishiga ham xuddi shunday tashriflar sabab bo'lgan. U ilk rolini Tamara Kamalovaning Yo'l bo'lsin filmida ijro etgan. 2006-yil esa Bahrom Yoqubovning Romeo va Julietta filmida suratga tushadi. Mana shu film Zarinani aktrisa sifatida elga tanitgan. Zarina Nizomiddinova 2014-yili xonandalik faoliyatini boshlagandi. U Afsonaviy va Meni kechir nomli qo'shiqlarini ijro etib, klip suratga olgandi. Ammo aktrisaning xonandalik faoliyati uzoqqa cho'zilgani yo'q. Qo'shiq aytish aktrisaning shunchaki hobbisi bo'lgani va uni rivojlantirishga katta kuch sarflamaganini aytib o'tgan. Lekin uning qo'shiqlariga ishlangan kliplar o'z davrining katta pul sarflangan ijod mahsullaridan biri bo'lgan. Aktrisa Zarina Nizomiddinova juda erta oila qurgan. Katta o'g'li Temurbekni 18 yoshida dunyoga keltirgan. Xorijdagi turmushi u qadar omadli kechmagan. Toshkentga qaytib, ijodini davom ettirgan. 2015-yilning 18-yanvar kuni esa ikkinchi bor oila qurdi. Navbatdagi turmush o'rtog'i o'zidan ancha katta va tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Afsuski, aktrisaning bu nikohi ham uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 4 yil o'tib, aktrisaning shaxsiy hayotida yana bir o'zgarish sodir bo'ldi. U Moskva shahrida istiqomat qiluvchi o'zidan 12 yosh katta inson bilan oila qurdi va 2020-yilda Saidumar ismli o'g'lini dunyoga keltirdi. Zarina Nizomiddinova bugungi kunda 2 o'g'li va turmush o'rtog'i bilan Moskvada yashaydi. Vaqti bilan O'zbekistonga kelib, shartnoma asosida film va seriallarda suratga tushmoqda. U so'nggi marta Toshkentga kelganida Parixona serialida ishtirok etdi. Ammo aytish mumkinki, u O'zbekistondagi gonorari eng yuqori aktrisalardan biri.